Ko'p iste'molchilar tarafdan bizga savollar bo'ladi. 3 yo'nalishli klapan ta'mirlash to'plami o'zi qanaqa ishlaydi deb. Hozir sizlarga javob beramiz. Hammaga salom, ismim Ismoil. Bu izoh sizdan loyihasi. 3 yo'nalishli klapan ta'mirlash to'plamlari haqida gaplashadigan bo'lsak, bularning turlari juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni rezbaliklari bo'ladi. Undan tashqari esa bunday klipsida qotiriladiganlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bittasini konstruksiya o'zini har xil bo'ladi. Ya'ni gaz isitish qozonlari uchun har xil turdagi ta'mirlash to'plamlari o'rnatilgan bo'ladi. Misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Mana bir-biriga o'xshaydi, ammo bittasi kalta, bittasi uzun. Misol tariqasida Baxi gaz isitish qozoni uchun o'rnatiladigan ta'mirlash to'plami, bu esa Ariston va Shafatu. Undan tashqari mana bu ham Ariston va Shafatuga o'rnatiladi. Ko'rib turganingizdek, ikki xil, bitta brendda ikki xil mahsulot o'rnatilgan. Ya'ni uni modellariga qarab ham ta'mirlash to'plami o'zgaradi. Shuning uchun sizlardan iltimos deb qolardik, ya'ni iste'molchilarga bu bizdan ta'mirlash to'plamini so'ramoqchi, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizga uning modeli, brendi yoki mahsulotning o'zini rasmini yuborsanglar, sizlarga aynan o'zingizga kerak bo'lgan ta'mirlash to'plamini tanlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bunday turlar ham mavjud. Bu seri motor bilan birgalikda o'rnatilgan holatda bo'ladi. Ana endi O'zbekiston hududida keng tarqalgan aynan shunday gidroblokning ichki mexanizmi, ya'ni ta'mirlash to'plami haqida gaplashamiz. Ana endi iste'molchi issiq suv ta'minoti unga kerak bo'lganida, jo'mrakni yoqganida qanday hodisa yuz beradi? Bu yerdan sovuq suv ta'minoti kiradi. Bu yerda suv oqimi datchigimizni parrak aylanadi va bu yerda magnitniy poli hosil bo'lib, suv oqimi datchigi, ya'ni buni nomi hol deb nomlanadi. Bu plataga buyruq beradi, ya'ni suv o'tyapti deb, parrak aylangani hisobiga. Shunda plata buyruqni qabul qilgandan keyin seri motorga buyruq beradi, ya'ni isitish tizimini yopish va issiq suv ta'minotini ochish kerak deydi. Shunda qanday hodisa yuz beradi? Hodisalar bilan uni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, pastki klapanimiz to'liq yopildi, ya'ni isitish tizimiga endi suv ketmaydi. Bu yerdan kelayotgan suv tepaga chiqadi va shu holatda yana ichki aylanma hosil bo'ladi. Bu yerdan esa sovuq suv ta'minotidagi suv kirib, ikkilamchi issiqlik almashtirgichdan uning issiqligini oladi va bu yerdan pastki qismidan issiqlik ketadi. Iste'molchi issiq suv ta'minotini yopganidan so'ng bu parragimiz aylanmaydi. Bu degani suv oqimi datchigi, ya'ni holi hech qanaqa plataga signal bermaydi. Signal bermagandan keyin plata avtomatik tarzda yana seri motorga buyruq beradi. Issiq suv ta'minoti yopiladi va isitish tizimi yana ishga tushadi. Aynan shunday ta'mirlash to'plamlarda ishdan chiqadigan vaziyatlar shundan iboratki, o'rta qismida halqasi bo'ladi. U halqa sinib ketish ehtimollari mavjud. Undan tashqari, mana ko'rishingiz mumkin, tepa qismida zichlagichi bor. Aynan shu zichlagich sovuni sezurgandan keyin o'zingizlar bilasizlar, zichlagich isuvda kengayadi, sovuqda torayadi. Shu tufayli bu yerdan suv qo'yib yuboradi. Agarda sizlarga sifatli ta'mirlash to'plamlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning botermi.uz veb-saytimiz yoki pastda yozilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizda har doim sifatli va hamyonbop narxlar.